Salom do'stlar. Bugun hozir 15-6 ertalab 6. O'ylov fikrdan uyqu yo'q ichiga ala. Bu O'zbekistonda bo'lib o'tgan voqealardan o'zlariz xabarlarsiz bor bo'lsa kerak. 50 yoshdan o'tgan mashinalar utilizatsiya qilindi degan gapda nomer bilan texpasportni olib, bu juda ham achinarli. To'g'ri, bu kodeksga amal qilmaslik, o'zlari chiqargan qonunni o'zlari buzyapti. Bu davlat qonunlariga zid bo'lyapti bu ishlar. Endi hammaga Allohning o'zi insof bersin, tepadagilarga ham, hukumatdagilarga ham. Allohning o'zi insof bermasa befoyda. Avvalambor oladigan bo'lsa rast o'rniga davlat talablariga mos ekologiya deb o'tirgan bo'lsa agar elektromobillardan bittadan berish kerak o'sha mashina o'rniga хотя бы. Lekin hech narsasiz olib yo'q qildirishi, bu вообще odam shaxsiy mulkini talon-taroj qilish bo'libdi. Qonunga zid ravishda bo'libdi bu ishlar. Bu noto'g'ri вообще. Bu qonunni qaytib ko'rishlarini so'rayman. Yana bir nima desam bo'ladi endi. Sizlarga hozir bizlar O'zbekistonda 37 million aholi. Shulardan eng kami hech bo'lmaganda bir matizm bo'lsin degan niyati, orzusi bor. Hech bo'lmaganda 1000 ta odamni orzusi, oilani 1000 ta bor yo'q 1000 ta yoki 1000 tadan ziyod ham bitta matizm bo'lsin degan orzusi, oilalarni даже borligi aniq. Shu sabab hali keyinroq 1000 ta like bo'lsa shu videoga, men o'zimni mashinamni sotuvga qo'yibman. 1000 ta like bo'lsa agar shu videoga, men полностью obzor qilib o'zim mashinamni videosini qo'yaman shu videodan keyin. Bugun 15-fevral bo'lsa, 15 kun ichiga yig'ilsa agar, shu mavzu qiziq bo'lsa, o'zimni mashinamni obzorini полностью video qilib qo'yaman. Matiz bor, sotiladigan. Yili 2009, rangi sariq. Bu degani o'zlari tushunadigan odam tushunadi, tushunmaydiganga tushuntirish befoyda. Hali o'smagan uni tushunish darajasi. Sariq Matiz 3 silindrlik Euro motor. Tushungan tushundi, tushunmaganga tushuntirish befoyda. Toki o'zi bu narsani boshidan o'tkazmasa. Описаниeni o'qinglar. Описаниеda ma'lumotlar qoldiraman. Kimga qiziq bo'lsa 15 kun ichida Telegramdan menga aloqaga chiqinglar.
rasmlarini, videolarini tashlab beraman moshinamni. Like va podpiska esdan chiqmasin. Sizdan hech nima ketmaydi. Biror bir oilaga yordamingiz tegib qoladi. Sizdan ketgani like va podpiska bo'ladi. Holi ikkinchi va uchinchi videolar ham bo'ladi. Mani kuzatishda davom etinglar. Aksiyani bombasi ham qo'ldan kelgancha qilishga reja qilyapman. Aksiyani bombasini qilaman nasib bo'lsa agar. Podpiska va Telegramda kutyapman. Telegramdan yozinglar. Men Telegram nikimni opisaniyada yozib qoldiraman.